Oilalar, bugun sizlar bilan hozir juda aktual muammoga aylangan klimaks haqida gaplashamiz. Bu klimaks nima uchun yosharib ketyapti? Nima uchun yoshlarimizda erta uchrayapti? Shu haqida gaplashamiz. Men Go'zal Ahrarova, 15 yillik stajga ega ginekologman. Keling mavzuga qaytsak, bu ayollarimiz normada klimaks qachon bo'ladi? 45 yoshdan 55 yosh oralig'ida klimaks uchraydi. Bu normada ketadigan jarayon. Ming afsuski, hozir klimaks juda ham yosharib ketyapti. Mana hozir aytganimdek, bemorlarim orasida ham bu narsa juda ham ko'p uchramoqda. Sababi onalarimizni qizlarimizga bee'tibor bo'lganliklari, qizlarimizni to'g'ri ginekologga borib o'z vaqtida davolanmagani, hayzini kelmasligini sababini aniqlamasligi va hayzi kelmasligini bular norma deb sanagani bular uchun kelajakda farzandsizlikka olib kelyapti. Ya'ni qizlarimizdagi gormonal o'zgarishni normaga keltirmaganimiz, gormonal fonni aniqlab turib, ulardagi patologiyani aniqlab turib, to'g'ri lecheniya olib bormaslik ham bularda klimaksni yosharib ketishiga sabab bo'lyapti. Ayrim qizlarimizda, ayollarimizda naborot klimaks kechroq bo'ladi, ya'ni 55 yoshdan kechroq uchraydi. Bu ham norma hisoblanadi. Lekin agarda 55 yoshdan keyin ham klimaksga, menopauzaga kirmasa, albatta u ayollarni ham tekshirish kerak. Shunaqa ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying.